Tayland sot mahkamasi Uyg'urlar masalasida ko'chmanlar idorasini sotga chaqirmoqchi bo'lgan. Radiomiz muxbirining egilishicha, Tayland sot mahkamasi 18 fevral ifoda bildirib, Tayland turmusida 10 yildan ortiq vaqtdan beri tutib turilayotgan 43 nafar Uyg'urni qo'yib berish to'g'risidagi talabning muvofiq ekanligini bildirgan. Shuningdek, Tayland ko'chmanlar idorasining boshlig'ini 27 martdagi sotda savol-javobga chaqirganligini aytgan. Advokat Chochart Kampay 29 yanvar sungan ariznamasida Uyg'urlarning Taylandga qonunsiz kirganligi sababidan tutib turilgan vaqtining helimi yetarlik bo'lganligini, shunga ularni qo'yib berishni talab qilgan edi. Sot mahkamasi agar talabnomaning dalillarini kuchli deb qarasa, Tayland ko'chmanlar idorasining boshlig'ini 27 mart sotga chiqishga buyurdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, hozir 43 nafar Uyg'ur Bangkokdagi ko'chmanlarni tutib turish markazida bo'lib, qolgan 5 Uyg'ur qechishga urilganlik sababi bilan turmada tutib turilmoqda ekan. Advokat bu 43 Uyg'urning ishining keyingi 2 oy ichida bir taraf bo'lganligini aytib, agar ularni tutib turish qonunsiz deb qaralsa, sot mahkamasi ularni qo'yib berishga buyuradi. Yoki ular 3-bir davlatga o'rnashgan qadar Taylandda vaqtliq turishini kapolatga ega qilish uchun boshqa organlarga buyruq berdi degan. Bu 48 nafar Uyg'ur ayni vaqtda Xitoyning turli zulmlaridan qochib, chet el safariga otlangan. Hamda Taylandda tutilib qolgan 400 Uyg'urning oxirgi guruhi hisoblandi. Ulardan 109 nafari ayni vaqtda Xitoyga qaytarilgan bo'lib, Tayland hukumatining bu ishi xalqarada zo'r tanqidlarga uchragan edi.